$81.500 ga akalar Ko'kcha mahalladan 2 sotuvli to'g'ri burchi uchastka ko'rsataman. Ishonmayotgan bo'lishingiz mumkin. Ha, narxi $81.500 to'g'ri burchi 2 sotuv. Qaranglar, ko'rasizlarmi? To'g'ri burchi mana bu eski imorati bo'ladi. Shundoq buzib tashlab, gabrazli qilib chiroyli marka imoratni tushirib olsanglar bo'ladi. Eng qiziq tomoni 2 etажli imorat qursangiz ham, mana qo'shnilar hech nima demaydi, chunki baland qurilgan. Mana bu imorat ham baland qurilgan. Buni faqat bitta minusi bor. Endi uni minus demasanglar ham bo'ladi. Akalar, mana shu uzun yo'lidan kirib kelinadi. Ko'rasizlarmi? 15 metr, 20 metr chiqsa kerak. Uzun yo'lidan kirib kelinadi bu yoq taraf. To'g'ri burchak. Shunaqa tinch joy ekan. Qo'ni-qo'shnilar ham vobshe zo'r bor. Bu yerda har xil texnikalar chiqib ketgan-ku. Bundoq uzun kran bo'ladi. Semenni mana mashga to'kasizlarda faqat patqatlaman qilaman desanglar, qo'lda ko'lashga, qo'lda qazishga to'g'ri keladi. Ruchnoy mamyoni podval qurmasdan turib ham bir etажli chiroyli shaklda mana shu gabrazni qilib imoratni tushirib olsanglar ham o'zi ham zo'r imorat qilib qursanglar bo'ladi. Gaz, suv, svet, sentralniy kanalizatsiyadan muammo yo'q. Ko'chalarni ham bitta ko'rsatib o'raman sizlarga. Mana shu uzun yo'lak bo'ladi. Yo'lagimizni ko'rasizlarmi? Mana shu yerdan kirib chiqiladi, akalar. Gramisi mahalla zo'r. Mana akalar, ko'chani ko'rishingiz mumkin, kengligini ko'rasizlarmi? Mana shu ikkita uchastkani o'rtasida xonadonimiz joylashgan. Mashinani bemalol mashina qo'yib olsanglar ham bo'ladi. Bitta mashina endi minus demasanglar, akalar, vobshe shikolat variant. Har holda domdan zo'r bu. Bemalol uchastkada oila davrasida yangi uchastkani ko'tarib yashasanglar bo'ladi. Mana so'ng yo'ldan kirib kelamiz. Yo'q tarafimizda mana to'g'ri burchak imorat. Ko'rasizlarmi? Yerimizni to'g'ri burchak. Mana bu eski endi binolari, buni biz tashlash kerak, yer hisobida sotilyapti. Даже yer hisobidan ham arzon-da. Bitta kalkulyator qilib ko'rsanglar, vobshe shikolat narxda chiqyapti. Kim qiziq bo'lsa, asar qilib qoldiram.